bozordan ko'ra salondan mashina olish cho'ntakka zararligini hozir sizlarga isbotlab beraman. Akalar, mana shu mashinani 2 hafta oldin salondan olib chiqdik. O'zim ishtirok etdim. Yangi oxirgi pozitsiyasi 165 millionga olib chiqdik. Hozir buni tuning qildirdik. Xo'p, tonirovka torttirdik, sonsiz ashida tortdik, baqa sonsiz ashida tortdik, pult qo'ydik. Xo'p, ma'lum bu bar qo'ydik, chexol qo'ydik, podsvetkalar yonmasdi, podsvetka qildirdik. Xo'p, batta polni shumka qildik mashinani, polni shumka qildik tomdan tashqari. Xo'p, bagajida obshivkalar qildirdik. Xo'p, bunaqa obshivkalar qildirdik. Xullas, hammasi bo'lib, akalar, mana shu yangi mashinaga qancha rasxod ketdi deb o'ylaysizlar? Menimcha, akalar, bozordan olib mingan afzalroq deb o'ylayman. Cho'ntakka ham foydasi. Aka, mana shu ishlarga qancha ketdi? $500 oshib ketdi. $500 oshib ketdi. Akalar, ko'rib turibsizlar, $500 oshib ketdi. Lekin, akalar, bu ko'ngil uchun o'zi xohlab qildi. Aka, ko'ngil uchun qildiryapti. Misol uchun bunaqa qildirish shart emas, lekin mana ko'ngil uchun, maza qilib minish uchun o'rtog'im dadasiga olib berganligi uchun hamma yoq chotki nimalarni qilib berdi, komfortda minishlik uchun. Kimga mana shunaqa xizmat kerak bo'lsa, akalar polni hamma yoq qilishadi. Xullas, tuningni yorib yuborishadi akalar. Kimga qiziq bo'lsa, 702 avto tuning. Xullas, joydamni yo'li Polvon shashlikda kelganda, Neftinoy kollejdan o'tganda chap tomonda, joydam svetofordan Polvon shashlikka qarab yurganda, travertin toshdan keyin o'ng qo'lda. Akalar, mana shunaqa tuning xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Nomerlarni pastda qoldirib qo'yaman, atmetka qilib qo'yaman profillarini. O'sha yaxshiroq bo'ladi. Ammo mashinani cho'tka qilib qo'yishibdi. Gap yo'q. Tuning qildirmoqchi bo'lgan do'stlaringiz bo'lsa, bemalol jo'natib qo'yinglar.